Do'stlar, mana ko'rib turganlarda xursandchilik bilan akalarimiz ketyapti. Toshkent, Moskva, Toshkent, Kazan, Orenburg, Ufa, Nijniy Novgorod, Vladimir shaharlariga reysiy avtobuslarimiz seshanba juma kunga Toshkent hamda Moskva shahridan qo'yilgan. Kimda kim ishonchli reysiy avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, mana ayollar oldinda, bolalar oldinda bemalol telefon qilinglar, bog'laninglar. Mana akalarimiz. Assalomu alaykum. Olmaylar akalar, charchamayapsizlarmi? Qalay ketyapsizlar aka? Mana bu ochiqni aytinglar erkakcha. Yaxshi. Norozichilik, jalbalar yo'qmi? Konkretniymi hammasi? Allohga shukr, yaxshi. Tavsiya qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Yaqinlarga tavsiya qilinglar albatta. Do'stlar, ko'rib turibsizlar. Akalar qalaysizlar? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Qaysi shahar ketyapsizlar? Biratan qaysi shahar ketyapsiz? Moskva. Bo'l. Gap yo'q. Tula. Yo'q. Mana Tulaga akamiz. Do'stlar, shunaqangi reysiy avtobusda ketmoqchi bo'lsanglar, zaryadka uskuna, konditsioner, barcha qulayliklari bor do'stlar. Tanlovda adashmang.